Ha, bitta eskavator bo'lganda menga olib berganingda mana shu yerlarni tozalab tashardi. Ekskavator, siz minishni bilmaysiz, provizam yo'q-ku? Pravaga o'qiganman, unga o'qiganman-da mehribon. Hozir pensiyaga chiqqansiz, bitta olib bersam o'shanda Ha, meni o'raman mana shu yerlarni arendaga tozalab tashlaydi. Voh, jigarlar, dadamga ekskavator sotib olgani, texnikalar olamiga tashlab yurganman. Sizdan bilmaysiz, Farg'onada bunaqa joy boringni qaranglar. Karalar deysizmi? Yoki chorvadorlar uchun maxsus texnika deysizmi? Yoki bunaqa xuzmaylar uchun, ustalar uchun hamma turdan bor ekan. Yonimizda turgan akamiz Xitoydan xohlagan texnikalaringizni zakaz asosida olib kelib berar ekan. Tayyorlari ham bor yoki siz xohlagan texnikani ham. Narx-navo haqida to'liqroq ma'lumot. Narxni aytsa, mana $11,000, $5,000, $3,000, $9,500, narigi karalar $6,000, $7,000 har xil nimada chiqadi. Qaysisiga nimasiga qarab o'zgaraveradi. Kara sklad uchun zo'r. Omborlar uchun kara. Xo'p, mana uni chorvadorlar nima? Bu chorvadorlar mana misol mana nasatkasi bo'ladi, ikki xil narsa. Misol vilkazajim bo'ladi, o't hashay boshqa narsalar vilkazajimda ishlatadi. Ko'shasini qo'ysa, endi ikkita nimada ishlayveradi funksiyada. Tushunarli. Biznesmen tadbirkorlar Xitoydan zakaz asosida texnika olib keltirsa, oldindan qanaqadir to'lov qilinadimi? Ha, oldindan aytsa, to'lovsiz holatlari ham bor, har xil vaziyatlari bo'ladi. Misol uchun, to'lov summasiga qaraymiz. Bunaqa katta narsalarga $1-200 berilsa bo'ldi. Olib kelinaveradi, kelganda qilinaveradi. Uni vaziyatiga, summasiga qarab kelishib ketadi. Uzog'i necha oyda keladi? 15 kundan 30 kungacha yuk turiga qarab. Mana bu texnika $9,500, lekin meni $5,000 pulim bor. Qanchadir foizini berib keyin bo'lib to'lashga iloji bormi sizlarda? Bo'lib to'lashga qilib beramiz. Narxi qo'shilmaydi, muddatiga qaraladi. Qo'shilmaydi, qilib beradilar, yo'li bor unda. Xullas, tevada ish qiladigan har qanaqa ustalarga ishlaydi, quruvchilarga 8 metrgacha olib chiqib, tushirib beradi. 500 kilogacha yukni ko'tarib beradi. Mashinamizning narxi $3,000. Bosh ofisimizning manzili qiziqmi sizga? Qaranglar mana. O'zimizni Polsha bozori charroqasi yo'lidan Vatni tomon ketishda yo'lning bo'yida bosh ofisimiz, o'z yo'lda bo'yi texnikalar ko'rinib turadi. Yana ham batafsil narxlar haqida ma'lumot olish uchun bosh ofisimizga tashrif buyursalaring, akalarimiz to'liqroq ma'lumot berishadi.